Mana shu ayniqsa mana kuygan kasalliklarimiz, tez bitmaydigan yaralarimiz, sahrli diabetik yaralar bularga qo'l keladi. Lekin bitta narsani aytmoqchimanki, mana shu kuygan kasallar to bizda chandiqlanib qolgandan keyin kelmaslik kerak. Bular ertaroq vaqtida, soatida kelish kerak. Ayniqsa mana qo'l, panja, oyoq, mana bo'g'inlar, tirsak bo'g'inlari, keyin tizza bo'g'inlaridan tashqari pastdagi boldir bo'g'inlarida juda ko'plab kontraktura. Men yaqinda bitta qizchani ko'rdim. Qizchani ko'rib juda ham xafa bo'ldim. Chunki eng nufuzli joylarda davolangan kasallarga e'tiborsizliklarcha qarab turib, ularda qarang, hali u qiz 6-7 yoshdagi qizlar ertaga bo'ynida chandiq, keyin qo'llarida, qo'ltiqlarida chandiq, qorin sohasida chandiqlarni ko'rib juda ham xafa bo'ldim. Uning uydagilaridan ham xafa bo'ldim. Keyin davolagan shifokorlarimizdan xafa bo'ldim. Men endi ular kommentariyada aytib o'tirmayman kimlarniki. Lekin bitta narsa, juda bunday narsalarga e'tiborli bo'lib, e'tiborli qarasa, albatta mana shu bitta bemorimiz shifo olib ketsa, ertaga rahmat aytsa, uning o'zi biz uchun katta baxt deb hisoblayman. Shuning uchun sizlardan iltimos, vaqtida, soatida kelib maslahat olsalaringiz bu nimadan xoli emas deb hisoblayman.